Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, O'z Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Osiyo chempioni bo'lgan murabbiy ikkita Superliga klubi taklifini rad etdimi? Yaqin O'zbekiston U17 terma jamoasi bilan Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan Islombek Ismoilovga atrofida turli jamoalardan takliflar kelib tushmoqda. Jumladan o'smirlar terma jamoamiz bosh murabbiyiga ikkita Superliga klublaridan taklif kelib tushgan. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni chempionatining nomdor klublaridan biri o'zbekistonlik mutaxassisga moliyaviy jihatdan e'tiborga molik taklif yuborgan. Chempionat Aziya sayti muxbiri Islombek Ismoilov bilan bog'landi. Mutaxassis atrofdan kelayotgan barcha takliflar O'zbekiston o'smirlar terma jamoasining shu yilning noyabr oyida bo'lib o'tadigan Jahon chempionatidagi ishtirokidan so'ng ko'rib chiqishini ma'lum qilgan.